Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 3-dekabr navbatdagi Sirdaryo viloyatiga berdik mana. Akamiz bundan bir hafta oldin zakaz qilganlar, tayyor bo'lib olib ketadi. Aka qanday ishimiz, o'zingiz bir taassurotlaringiz? Kunim to'ldi, kunimdagi chiqdi. Ishlaringga rahmat, rozi bo'linglar. Kunimdagi chiqarib berdilar. Uzoq kutmam, bir hafta chiqdi. Yaxshi kunlarga Ko'rgangiz yaxshi kunlarda ko'rishing. Mana hujjatini ham berdik akaga. Hujjatlari Hamma narsasini taq qilib shot spravkani berdik mana. Bu prinsipimizga kelsak, bu 1.75 ga 320 razmerda bo'ldi bu, katta razmerda. Bakvat resollardan mana Cobalt balonlari o'rnatilgan bunga. Usilyonni qilib yasalgan bu. Usilyonni qilib, moshni qilib, UAZ mashinasiga mana ulab berdik. Mana kamar sharavoy ulangan bunga. Tok montajlarini qilib, chiroyli qilib akaga topshiryapmiz mana. Bilchalari, kuzov nomerlari hammasi joyida. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yamiz.